Murod Bozorov sizlar uchun Guldiroz qarsagida birlashingda marhamat. Umrlari uzoq bo'lsin, o'qitgan bularni. Men uchun baxt, onam o'tirgan joyga ashula aytish. Qarindoshimni ham tabriklayman, qarindoshim. Yaxshilar videoga oling. Inshaalloh erkin ekan. Chaqirdilar meni shu yoqqa, chaqirdilar. Men Murod Hamdamovning shogirdiman deb ko'p joylarda nom ko'targanman. Ustozimning vafotidan keyin o'tgan yil mana shu vaqtda men Karimboy Rahmonov ustozimning uylariga borganman. Murod Hamdamovning qabrlarini ziyorat qilamiz deb. Shundan buyoniga bu ustozimning o'rniga bu ustozim ustozlik qilib Murod Hamdamovning yo'qligi bilinmay ham qolgan. Ko'p joyga buyuk Karimboy ustoz degan ashulam meni an'anaga aylanib ketdi. Shu ustozimga bag'ishlangan ashulani aytib beraman. Karimboy Rahmonov so'ng boshqa bir sho'x ashulalar ham bo'ladi azizlar. Charchamang onajon, salomat bo'ling. Qalbim kasal bo'lmag'ay silayim. Hop. Hey.
o'tida